Do'stlar, yana bir fayzli xonadonimizda juda ham sifatli so'nggi dizayndagi tungi fond ishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Ko'rib turganlardek robot xonamizga 2026-yilda trendga chiqayotgan so'nggi dizayndagi palma fasondagi tungi ishlarimizni qilib berganmiz. Ko'rib turganlardek ishlarimiz juda ham sifatli hamda kачествовали bo'lib chiqqan do'stlar. Mana shu videomizni oxirigacha kuzatib borsizlar. Bu xonadonimizga necha kvadrat tungi fond ketdi, necha pul ketdi, hamda necha metr chok starno, necha metr suv tushib turgan turbalar ustunga qilib berdik. Shu haqida batafsil ma'lumotlarimizni berib o'tamiz. Shuning uchun ham Erkin tungi fond kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, kun bo'yida mana shunday foydali video roliklarni Erkin tungi fond kanaliga joylab boramiz. Do'stlar, birinchi o'rinda ko'cha shapkasini ko'rsatib o'tamiz. Ko'cha shapkamizga ko'rib turganlardek oppoq fasondagi tungi kumushlarimizdan lentalari turlik mokri lentalar, pastda esa yumaloq, ya'ni navolik fasondagi tungi kumushlarımizdan qilib berganmiz. Ko'cha tomonlarimizga ham chok ustanularimizdan hamda suv tushib turish uchun mana bunday yumaloq turbalardan o'rnatib berilgan, pastlargacha bunday burib qo'yilgan. Hamda robot xonamizga palma fasondagi tungi kumushlarımizdan pastiga esa yumaloq navolik kanizlarimizni o'rnatib berilgan. Ko'rib turganlardek har bitta mana bunday burchaklariga diodlarimiz qo'yiladi. Mana kabellarimizni chiqarib qo'yganmiz. Elektr uskunalarimiz endi mana shular diod qilib qo'ysa, yana ham chiroyli, o'ta ham go'zal bo'lib turadi. Robot xonaga kiraverishlarga mana shunday chotki fasondagi tungi qo'nish sizlarni birinchi o'rinda kutib oladi. Hamda bu xonadonimizga kiraverishi shapka qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Xonadonimizni polniy cher shapka qismlarini ham aylanasiga tungi fonlar qilib berdik. Burchagigacha ko'rib turganlardek, hamda ichki tomonlariga ham chok istanularimizdan suv tushib turish uchun mana bunday yumaloq turbalardan tepa tomonlardan ko'rib turganlardek tepasigacha chiqarib qo'yilgan aziz do'stlar. Sizlar ham mana shunday sifatli tungi fonlarni 2026-yilda inshaalloh niyat qilgan bo'lsanglar, mana shu videomizga bir dona laykni bosib, kommentariyada inshaalloh niyat qildim deb yozib ketsanglar, inshaalloh sizlarga mana shunday sifatli tungi xizmatlarimizdan qilib beramiz aziz do'stlar. Endi mana shu shapkamizni, polniy tungi fonlarimizni obzor qilib beramiz. O'sha bu xonadonimizga 210 kvadrat atrofida tungi fond ishlatdik. Tungi fondimizning 1 kvadrat metrini barcha rasullar ichida, shapka qismlarimiznikini o'rtacha 140 ming so'mdan, robot xonamizni qiyin fasonligi uchun hamda so'nggi dizayndagi o'ta murakkab fasonligi uchun bu fasonimizning 1 kvadrat metrini 170 ming so'm atrofida qilib bermoqdamiz. Mana shu robot xonasini 1 kvadratdan 170 mingdan hisoblanadi. Qolgan shapka qismlarimizniki esa 140 mingdan hisoblanadi. Chok stanularimizni o'rtacha 69 metr atrofida o'rnatib berilgan ko'cha shapka, uy shapka hamma yo'q bilan birgalikda. Hamda mana bunday suv tushib turgan turbalarimiz esa o'rtacha 39 metr atrofida o'rnatildi. Shunda mana shu xonadonimizni shunday chiroyli bo'lib bitishiga atiga 37 million so'm atrofida pul ketdi do'stlar.